Hozir men sizga istalgan odamni qadamiga qarab turib tahlil qilishni o'rgataman. Birinchi, ishonch bilan yuradiganlar. Ular oldga qarab kuchli va tekis qadam tashlaydi. Yelkalarini erkin qo'yib, belini tik tutadi, ko'zga tik boqa oladi. Yurganda qo'llari tabiiy harakatlanadi. Ularning avval tovoni, keyin barmoqlari yerga tegadi. Bu ularning o'ziga ishonchi va maqsadga aniq yondashuvini ko'rsatadi. Ikkinchi, uyalib yuradiganlar. Ularning qadamlari tez yoki chalkash, oyoq uchi yerga tovondan oldin tegadi. Qo'l cho'ntakda yoki qovushtirilgan holatda. Ko'zlari esa yerga qaragan yoki ko'zini olib qochadi. Ekspertlarning aytishicha, ular o'zini xavf ostida yoki noqulay his qilishadi. Uchinchisi, dominant yuradiganlar. Ular og'ir, baland qadam tashlab yuradi. Xuddi oldinga shoshilgandek tanasi oldinga egilib turadi. Yuzi jiddiy, qo'llari kuch bilan borib keladi. Bunday odamlar odatda yo mas'ul shaxslar bo'ladi yoki o'zini kuchli ko'rsatishga harakat qilayotgan bo'ladi. 5 kun ichida atigi 297 ming so'm evaziga dublyaj aktyorlarnikidek ta'sirli va chiroyli ovozga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda ovoz so'zini yozib qoldiring. Men sizga 5 kunlik mini kursga ro'yxatdan o'tish uchun havola yuboraman.